ikki dunyoda ham bu cholga bermayman. Men u cholni qadamini uyimga bostirmayman. Tushundingmi? Kerak bo'lsa o'g'ling xotini bilan alohida uyda yashaydi. Lekin Sumaya bu uydan ketmaydi. Dadasi, siz tushuning. Hamma muammo Sumayani deb bo'lyapti-ku. Sumaya kelmasdan oldin kelining yaxshimidi? Senga bo'lmaydi desam ham yelimda yopishib olding. Jabrini esa sen emas, o'g'ling ko'ryapti. To'g'ri aytasiz, dadasi, o'shanda adashgan ekanman. Nima qilamiz endi, dadasi? Bilmadim. Sanlar. Sen shu yoqda turib tur, xo'pmi? Hozir ketamiz. Voy, Zahro. Nima qilib turibsan u yerda? Ha, kelin. Qayoqqa ketyapsiz? Meni so'roq qiladigan odamlar bilan ishim yo'q meni. Shu sabab ketyapmiz. Tushunmadim, qayoqqa ketasiz? Uyga ketaman. O'zim ota uyimga ketmoqchiman. Maylimi? Sizga kimdir keting dedimi? Faqatgina ketib aytish qoldi o'zi. Mana, dadajonning jiyanlari ham keldi. Bemalol yashayveringlar. Kelin, katta ayolsiz. Siz yosh bolaga o'xshab yosh bolani odatini qilmang. Qayting. Meni odatim yosh bolaniki-yu. O'g'lingiz qilgan ishlari katta odam ishimi? Temur bilan dadasini o'zi gaplashadi. Ha, endi biz ayolimiz sal og'irroq bo'lishimiz kerak. Boring, xonangizga kiring. Hech qayerga kirmayman. Ketaman. Bu uyda bir daqiqa ham qolmayman. Kelin dedim. Temur, xotining ketyapti. Eshitmaganga oladi. O'tira qol, qizim. Hozir yangi dadangni chaqiramiz, xo'pmi? Sumayani kelgani ham zab ish bo'ldi-da. Shu dadangni oldidan ketishga bahona topolmayotgandim. Bobojoning borganimizda sabab so'rasalar, Sumaya xolang bor. To'g'rimi? Ha? Allo, Furqat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Bugun pulingni berish uchun chaqirmoqchi edim. Chiqa olasanmi? Menga endi xo'jayin yo'q, ozod qushman. Bu yaxshi xabar. Buni nishonlash kerak. Qayerda nishonlaymiz? Men bilan qizim ham bor. Nishonlaydigan manzilimizga bizni o'zingiz olib borishingiz kerak. Mashina hayda olasanmi? Yo'q, qizim oldimda. Katta yo'lgacha chiqib turaman. Agar taksi bilan kelsangiz, mashinamni haydab ketardingiz. Bo'pti, unda har doimgi joyda ko'rishamiz, ha? Bo'pti, kutaman. Bo'pti. Xo'p. Endi qizim, ketamiz. Yarim yo'ldan bizni yangi dadang olib ketadi. Xo'p, ketdik. Temur, tur bolam. Xotining ketyapti, tur. Oyi, men ishga bormayman, dam olaman. Men senga ish deganim yo'q. Ko'zingni och. Xotining ketyapti uyiga. Zahroni ham olib ketdi, bo'l tez. Ketsin, yo'qolsin. Aslida o'zi u ertaroq ketish kerak. Voy, bu nima deganing? Tur dedim senga, bo'l. Oyi, nima qildingiz, ha? Menda nima xohlayapsiz? Senga qizingni olib ketdi deyapman. Nima senga oila o'yinchog'mi? Ha, ketsa qarab o'tiraverasanmi? Bolam, nima Zahro yetim o'ssinmi? Sen borib xotiningni olib kelgin, men o'zim tarbiyalayman. Senga va'da beraman. Oyi, uyda tarbiya olmagan odam nima sizdan tarbiya olamadi? Bu uyga kelganiga qancha bo'ldi? Lekin, oyi, hali ham uni tarbiya qila olmadingiz-ku. Men shunchaki shu paytgacha o'z holiga tashab qo'ygandim.
Senga va'da beraman, bolam. Uni tarbiyalayman. Bolam, men bilaman yetimlik nimaligini. Yetimlikni ko'rib men katta bo'ldim. Nabiramga men ko'rgan azobni ravo ko'rmayman. Tushungin, bolam? Oyi, ishoning, u baribir odam bo'lmaydi. O'zgaradi. Ha, endi odamlar yovvoyi hayvonni ham tarbiya qilishyapti. Bitta odam tarbiya qila olmaymanmi? Tarbiyalayman, senga va'da beraman. Tur. Tur, bolam, tur, aytganimni qilgin. Bo'loqqa tez-tez o'ylanma, tur. Tez bo'l. Sumaya, Labid og'a. sen qayerga ketmoqchisan? Tog'amning xonadoningizni tinchini buzdim. Xullas hech qayerga bormaysan. Qarorim qat'iy. Bu uydan ketmoqchiman. Xo'sh. Qayerga ketmoqchisan? Qishlog'ingami? Bilmasam. Baxtsizlik yetib bormaydigan dunyoni bir yeri bordir. Adashasan. Qayerda dard bo'lsa, o'sha yerda davo bor. Chunki bu ikki tushuncha egzak. Sen hech narsani o'zgartirganing yo'q. Shunchaki bor hayotimizni biz bilan birga ko'rding. Temur esa munosib taqqos qildi. Bari uchun afsusdaman. Mayli. Buni keyin gaplashamiz. Xullas ketish haqida umuman o'ylama. Tog'a, balki kelinoyim aytgan ish joyiga borib, ham ishlab, ham yashasamchi? Yo'q. Sen mana shu yerda yashaysan. Shu yerda men aytgunimcha qolasan. Tog'a, mendan xavotir olmang. Hammasini tushunib, o'zimni qo'lga olgan holda qaror qabul qilyapman. Meni o'ylaganingiz uchun rahmat. Men yaxshiman, rostdan. Mayli, buni o'ylab ko'ramiz. Lekin hozir emas. Ketish haqida umuman o'ylamagin, tushundingmi? Keldingizmi? Sizni rosa kutdik. Mana keldim-ku. Keting bu yerdan tez. Erim. Nima? Erim. Bu yerda nima qilib turibsan? Ketish haqida. O'ylab ko'rmadingmi? Uyingga borishga hojat yo'q. Keyin ana u nusxa sen oldingda nima qilyapti? Kim? Ana uni aytyapman. Bilmayman. Bu odamni endi ko'rib turibman. U seni yoningga keldi, ko'rdim. Ha, keldi. Bir qanaqadir manzilni so'radi. Nima? Endi savoliga javob berganim uchun ham aybdormanmi? Alda sen qara. Bolani menga ber. Nimaga?
Siz bilan ketishim uchunmi? Men siz bilan ketmayman. Men siz bilan ajrashaman. Bo'ldi, hamma narsani gapiraverma, yur. Nima? O'shaningizni ko'rish uchunmi? Bormayman. Bolamga ham qaramaydi u qiz. Gapni ko'paytirma. Kecha biroz ichganimga to'g'risi nima deganim bilmayman. Men bilaman nima deganingizni. Aytaymi? Diana, uzr. Hammasi uchun sendan kechirim so'rayman. Xo'p, uni men yaxshi ko'rgan bo'lsam, yaxshi ko'rgandirman. Lekin men uchun oila birinchi o'rinda. Men uchun esa siz oxirgi o'rindasiz. O, sen nima? Men asabim sinayapsanmi? Yo'q. Men o'zim bilgan haqiqatni aytyapman. Men sen haqiqatingga tupurdim. O'zi sen oila nima ekanligini anglab yetmagan haqiqatingni sen menga ro'kash qilyapsanmi? Meni shaxsiyatimga til tekkizishga sizning haqqingiz yo'q. Bolamni o'zim katta qilaman. O, ahmoq, bola bilan qiynalasan. Bu meni ishim. Qizimga o'zim qarayman. Siz o'ylashingiz shart emas. Shunaqami? O'zing bilasan. Xo'sh, ketdingmi? Ha, ketdik. Kela qol qizalog'im. Bolam. Voy. Kelinim bilan nabiram qani? Yashamasmish. Ajrasharmish. Ey, sen jinni bo'lganmisan? Arzimagan narsaga oila buzilib ketaveradimi? Bu nima deganing? Xo'p, oyi nima qildingiz? Yur dedim, kelish xohlamadi. Ketdik. Boshqatdan uyiga boramiz. Qudamga o'zim tushuntiraman. Oyi, meningcha uni qarori qat'iy. U baribir kelmaydi. Keladi. Sumayya, siz shu yerda turib turing, biz darrov qaytamiz. Keyin birga borib kelamiz. Oyi, Sumayya qayergadir ketyaptimi? Sen qayerga ketmoqchisan? Bolam ishiga boradi. Seni Sumayya bilan ishing bo'lmasin. Menga qara, sen oilangni tiklash haqida o'ylagin. Eslaga qo'yib bersam arzimaydigan bitta sabab bilan bitta oilani buzib yuborasizlar, ajrashib ketasizlar. Oyi, Yo, nima oyi? Sen nima haqiqatni ko'rsatmoqchisan? Ana ko'rdingmi? Aytishga haqiqating yo'q, bolam. meni nazariga ilmasligi bu haqiqat emas. Sizni hurmatingizni qilmaslik bu haqiqat emasmi? Oilada o'z vazifasini bilmaslik bu haqiqat emasmi? Ayolni bu kamchiliklarini sen kamchilik deb hisoblamagin, bolam. Chunki bularni to'g'rilash mumkin. To'g'rilash mumkin. Yaxshi. Unda siz kuting. Balki bu xatolarni u umrini oxirida anglab yetar. Yaxshi. Men uni qaysi xatosini bilganimda bundan voz ketsam bo'ladi. Ha? Gapiring. Ayolni kechirib bo'lmaydigan bitta xatosi bor, bolam. Bu ham bo'lsa zino. Zinokor ayolni 20 ta farzandi bo'lsa ham kechirish xato bo'ladi. U yana qayta seni uyingga kelib, yana qaytadan davom ettirgan holatda ham kechirishing xato bo'ladi. Oyi. Unda nima? U zino qilishini kutib o'tiraymi? Jinnimisan? Nimaga unaqa deysan? Uni kechirasan. Bolang uchun ham boramiz. Menga qara, agar meni onam desang, orqamdan borasan.
Nimaga qarayapsan unaqa? Shuni eshitib olgin. Baribir ajrashib ketishinglarga yo'l qo'ymayman. O'zim kurashaman. Sen meni fe'limni bilasan-a? Hammani oilasini ajrimdan qaytarib, o'zim oilamga qarab turamanmi? Oldimga tush. Yura qo'y. Yura qo'y. Yura qo'y, Timur. Mana ko'rib qo'y. Bitta Zahroga yetishaman deb qancha odamni tinchini buzdim. Menimcha hozir ayni paytda ketishim kerak. Timur akam bilan kenayim yo'q paytda ketishim kerak. Bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Bir kunimni ko'rarman. Ha, oyi. Hech kim chiqmadimi? Sen xotiningga qo'ng'iroq qilchi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? So'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Javob bermayapti. Xudomga qo'ng'iroq qilsammikin? Qo'ng'iroq qiluvchi nimadir ekan? Allo. Assalomu alaykum quda. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom, rahmat, yaxshi. O'zinglar yaxshimisizlar? Zahro yaxshimi? Qizim yaxshi yuribdimi? Ha, rahmat. Quda hammamiz yaxshimiz, Xudoga shukr. Zahro nima qilib o'tibdi? Diana enaga ketdi deb yurgandi. Ha, endi boshqa enaga topmoqchimiz, quda. Bilmasam nimagadir enaga ma'qul kelmadi. Ha, o'zlari bir yechimga kelar. Yoshlar. Ha, men ham shu tanishim enaga bo'lsa gaplashin deb keluvdim uyingizga. Uyingizda yo'q ekansiz. Kecha kechqurun damogani chorvoqqa chiqib ketgandik. Sizlarni ham aytish esimizdan chiqibdi. Uzr-a, quda. Ha, yo'q, mayli, kichkisi yo'q, mayli. Yaxshi dam olinglar bo'lmasam. Xo'p, siz ham sog' Xo'p, bo'ling. salomat bo'linglar. Xo'p. Xo'p. Bolam, kelin uyiga kelmagan. Ular kecha toqqa chiqib ketishgan ekan. Unda bilmadim. Shu yerda kelin bilan Zahroni kutib o'tiramiz. Ular kelishadi. Ona, u bironta dugonasining uyiga ketgandir. Ota-onasi bexabar. O'zim kelinga tushuntiraman. Sen gap ko'paytirma. Sen shu safar xo'p degin. Shu yerda kutamiz. Yo'q, kutmaymiz. Qaysarlik qilmagin. Gapimga quloq solgin. Oyi, ketamiz dedimi, ketamiz. Men sizni eshitib yo'q demasdan keldim. Bo'ldi, ketamiz. Ma, shunaqamidi? Ha, aynan shunaqa. Ne qarayapsan? Yedirib qo'ymaysizmi? Nima men ayol kishini gapiga kiradigan erkakka o'xshaymanmi? Bu nima deganingiz? Nima? Ayol kishiga bitta muzqaymoqni yedirib qo'yish qiyinmi? O'zingni qo'ling bor, ishlat. Qizingni bahona qila olmaysan. Jana, bilasan, men erkatoy ayollarni yoqtirmayman. Meni tanladingmi? Endi fe'limga ham chidashing kerak. Xo'p. O'zim hali seni odam qilib olaman. Hozircha sabr qilib turing. Qachon ajrimga ariza topshirasan? Ertaga. Bugun dadamga oyimga aytaman. Timurjonni boshidan mag'zava ag'dartiraman. Keyin borib ajrimga ariza topshirib kelaman.
Yaxshi. Jonga tegdi. Erim ham, qaynanam ham galma-galdan telefon qilaverishadi. Furqat aka, biz uyga borishimiz kerak. Olib borib qo'yaymi? Mayli, yo'damayman. Bo'pti, muzqaymoqni yeb, keyin ketamiz.